Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi mashinamizda polni suv sistemasi yuvilyapti. Mana pechka, radiator, golovka, gaz reduktor sistemasidan hozir ichidan chiqayotgan kirlarni birgalikda kuzatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. İçidan chiqayotgan musorlar mana. Judayam strashni to'lib ketgan. Motor holati qizib ketyapti deb bo'lamiz. Adresimiz bozorda kelishda yangi balansa burilimi svetoforda ro'parasida ustaxonamiz joylashgan. Tepada ko'rsatilgan telefon nomerlarimizga bemalol telefon qilib kelishlaringiz mumkin. Kimgadir mana shunday motorda qizib ketish yo pechka qizimaslik, suv muammosida, misol suv kanalida muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelishlaringiz mumkin. İçidan mana shunday musorlar chiqyapti.